Selamünaleyküm kanallarımız hürmetli azaları, kadırlı yurttaşlar. Bugünkü roligimizde ikinci kavatta iki kanal kuartlarından danışıp ötemiz. Yurtlarının sinkir işleri, demir işleri, acayip kırısından girgenden koridor cayları. İkinci kavattayken Corabek salonunun arka tarafında hürmetli vatandaşlar mesafelajiyası zor. Girgenden koridor cayı, bir tarafta sanuzel, aşxana ki zaldan spalni turadi. To'rimizda esa veranda qismi bazlı. Birinchidan gözlab dolanıştırib boramiz. Zalimiz razmeri eni 3.10, uzunasi 5.60 razmerda. Divorlardan tonifon, xafir qilingan, remont tayyorroq ekan kvartiramiz. Bu yonimiz 2-3 razmerda shisha verandamiz bo'ladi. Divorlar ham, patologlar ham plastik bo'lgan. Joy reyestrlari boyinagizda. Hürmetli vatandaşlar, işler ham o'zgargan ekan. Suv, svet, gazlar VIP. Transportdan muammosi yo'q. 19 bir yandan 18 marshrutlari o'tib turibdi. Gidro kollej, avtodorожный kollej, Narxuz universiteti, Rayhon bozor, Jo'rabek salon, Polvon do'kon, Raycenter bozor ham yaqin, ham Doritallar ham yaqin yerlarda. Dekkan bozor ham yaqin. Zo'r mesada joylashgan. O'qishlardan apteka, bonisa, transport, suv, svet, gaz, bog'cha, maktab hech qanday muammosi yo'q. Zo'r mesada joylashgan. Yurtgan zemiyemiz 270'e 560 razmerda. Diyorlar fonda bir remont qilib berish kerak. Hurmatli vatandaşlar, bu tarafda sanuzelleri, aşxonasini gözatib o'tamiz. Sanuzelli ishlari yavaş ishlar. Diyorlar ham, patologlar ham plastik bo'lgan. Bu tarafimizda esa aşxona qismi bo'ladi. Aşxonamizda gaz plitalar bor, otopleniyasi farqlar qilingan. Hurmatli vatandaşlar, narxi 305 milyon so'm aytilib turibdi. Ustida yig'ilishadigan yeri bor. Gelseniz görüp üstünde üzerine sodalaşıp alışmanız mümkün. Mesafelajiyasi ham yaxshi, etaj ham zo'r, ikkinchi qavatda. Qiziqqanlar olsa telefon qilaverasizlar. Egasi bilan sodalashtiramiz, o'zlaringiz gaplashib olaverasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.